Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Darsimiz davomida malyarlik va osmalyarlik haqida tushunchaga ega bo'lamiz. Demak, malyarlik haqida avvalgi darslarda ham ko'rib o'tgan edik, lekin osmalyarlik haqida mana endi ko'rib o'tamiz. O'rtadagi farqni ko'rib turibsiz. Birgina mana shu qism bilangina farq qilyapti. Demak, osmalyarlik va malyarlik. Albatta, mana shu holatni ko'rishimiz uchun bizga kichik bir tajriba kerak bo'ladi. Tajriba sifatida mana bu yerda bir qutini olamiz va bu qutini biz bir mol deb demak olaylik. Demak, bir molga teng. Bilamizki, bir molda 6,02 ko'paytirilgan 10 usti 23 ta zarracha bo'lar edi, molekula yoki atom. Endi tajriba uchun bir moddani olishimiz kerak. Bu albatta biz uchun demak mochevina bo'la qolsin va mochevinaning ko'rinishini mana bu tarzda tasvirlab qo'ygan bo'lar edim va mana bu yerda mana bu qismdan iborat va bu tomonda ham xuddi shunday qismlar bor. Demak, mana bu tarzda mana joylashtirdik. Demak, bu mochevinaning kimyoviy formulasi. Mana shu mochevinadan biz demak mana bu yerda 1 mol olishimiz kerak. Ya'ni mana bu qutidan shu tariqa foydalanyapmiz. Demak, uning ichida keling mochevina zarralarini to'ldiramiz. Mana nihoyat biz uchun tayyor bo'ldi. Endi ikkinchi modda, keling, hammaga tanish bo'lgan natriy xloridni olamiz, ya'ni tuzni. Undan keling ikkita olaylik, ya'ni xuddi shunday, demak ikkita va mana bu yerda yana natriy bor. Va ularning ham mana shu 1 molga ega bo'lgan mana shu qutilarini demak darhol tasvirlab olishim kerak. Va uning ichini ham albatta xuddi shunday zarra bilan demak to'ldirishimiz kerak. Bilamiz, demak bu 1 mol zarra 6,02 ko'paytirilgan 10 usti 23 ga teng bo'lgan zarralar yig'indisi mana shu yerda. Endi biz uchun yana bir mana shu qutidan 3 ta kerak bo'ladi. Diqqat qaratgan bo'lsangiz, sekin asta qutilar sonini ko'paytiryapmiz. Dastavval bitta edi, endi xuddi shu qutidan yana 3 ta yasab oldik va uning ichini keling glyukoza bilan to'ldiramiz. Demak, glyukoza zarralari bilan to'ldiramiz. Uning formulasini demak mana bu 6 halqali tuzilmani tasvirlab olishimiz kerak. Demak, har bir tomonida mana bunday OH guruhlari bor. Ularni tasvirlab olishimiz kerak. Demak, bu ham OH guruhi, bu ham OH guruhi va bu yerda ham xuddi shunday OH guruhi, faqat mana bu yerda demak kislorod va bu yerda uglerod demak CH2 va OH. Demak, bu bizning glyukozamiz. Mana shu glyukozani demak 3 molini olamiz. Ya'ni mana shu idishlarning ichini birma-bir to'ldirib chiqadigan bo'lsak, demak bizda 3 mol glyukoza bo'ladi. Chunki har bir idishimiz 1 molni tashkil qilayotgan edi. Mana nihoyat bizning idishlar endi tayyor va tajribamizni boshladik. Buning uchun suratni biroz pastga tomon tushiramiz. Demak, aslida biz uchun joy kerak bo'ladi. Mana shu yerda keling suvni olamiz. Ya'ni bizda mana bunday bir idish bor. Va uning ichini albatta suv bilan to'ldirishimiz kerak. Demak, mana shu moddalarni eritishimiz uchun. Demak, taxminan mana shu tariqa 1 litr suv bizda bor. Va bularning barchasini mana shu yerga joylaymiz birma-bir. Va ularning malyarligini hisoblaydigan bo'lsak, bizda litr bor va moddalarning mol qiymati bor. Mana bu yerda keling yozib olamiz malyarlik deb. Avvalgi darsimizda o'tgan edik. Demak, birinchi galda mochevina nimaga teng? Demak, 1 mol bo'lingan pastda 1 litr teng bo'ladi 1 demak malyarga. Va ikkinchisi esa natriy xlor. Undan biz 2 ta olganmiz. Demak, bizda 2 mol natriy xlor bor va uni ham 1 litrga bo'ladigan bo'lsak, demak 2 malyarlik chiqadi.
Va nihoyat glyukoza uchun, demak har bir modda uchun alohida molyarlikni hisoblayapmiz. Demak glyukoza uchun 3 mol bor edi. Ko'rib turibsiz. 1, 2, 3 ta quti bor. Va uni ham bo'ladigan bo'lsak 1 litrga bizda chiqadi. Demak 3 molyarlik. 1, 2, 3 ketma-ket demak mana shu tariqa oshib bordi. Demak bizda mana shunday aralashma, ya'ni eritma deylik, eritma hosil bo'ldi. Ya'ni 1, 2, ya'ni 3 mol va nihoyat yana 3 mol, 6 mol demak moddani eritganimizda bizda molyarlik mana bu ko'rinishga keldi. Ya'ni bu yerda ham xuddi shunday 6 molyarlik, ya'ni umumiy jihatdan 6 molyarlik. Endi mana shu yerda biz osmolyarlikni topmoqchi bo'lsak, qanday yo'l tutamiz? Keling, tajribamizni mana bu tariqa davom ettiramiz. Suvning kichik bir qismini kattalashtirgan holatda ko'rishga harakat qilamiz. Uning uchun demak mana shu qismini kattalashtiramiz. Va yana suratimizni keling biroz mana bunday suramizda biz uchun kerak bo'ladigan joyini ajratib oldik va mana bu yerda yirik bir dumaloqni joylaymiz. Kichik bir bo'lakchani, kichik bir qismni mana shu tariqa katta ko'rinishda tasvirladim. Demak bizda bu yerda nimalar bor edi? Albatta birinchi galda natriyni tasvirlaydigan bo'lsam, chunki bizda tuz bor edi va natriy ionlari, ya'ni musbat ionlari bor. Va bu yerda ham xuddi shunday natriy musbat ioni bor. Va endi xlor. Xlorning manfiy ioni. Uni ham mana bu tarzda tasvirlaymiz. Demak xlor manfiy. Bizda mana natriy xlor paydo bo'ldi, lekin bilamizki, bularning orasida albatta suv molekulasi ham bor. Demak, suv molekulasini qanday tasvirlaymiz? Uni keling mana bu tariqa kislorod va ikkita qo'lida vodorodni tasvirlaymiz. Ya'ni musbat zaryadga ega bo'lgan vodorod va bu esa manfiy zaryadga ega qisman. Manfiy zaryadga ega albatta. Va mana bu yerda ham xuddi shunday. Va ikkita qo'lchani chiqaramiz. Vodorod. Bu yerda ham vodorod. Va diqqat qaratishingizni so'rar edim mana shu yerda. Demak, kislorod va vodorod bog'langanda suv paydo bo'ladi, to'g'rimi? Lekin ularning mana bu ikkala qutubi bor, ya'ni musbat va manfiy qutublari bor. Mana shu manfiy qutubi bilan demak mana bu tarzda natriyga yaqinlashadi suv molekulasi. Aksincha musbat qutubi bilan esa u xlorga tomon yaqinlashadi. Mana shu tariqa demak suv molekulasi bu ikkala ion o'rtasida taqsimlanyapti. Aytaylik, mana bu yerda yana xuddi shunday suv molekulasi bo'lishi mumkin. Demak, vodorod va yana vodorod. Va mana bu yerda esa aksincha suv molekulasining bu tomoni yaqinlashgan. Ya'ni vodorod va bu tomonda esa yana vodorod. Ko'rib turibsiz? Mana shu tariqa demak suv molekulasi demak bir tartibga kelyapti. Va mana bu yerda albatta teskari holat, ya'ni kislorod tomoni bilan demak molekula yaqinlashyapti. Bu bipolyarlik xususiyati deyiladi suv molekulasining. Mana shu tariqa demak ular bir chiziqqa demak tortilyapti. Ko'rib turibsiz? Tartib bilan joylashib olishdi. Endi bizda yana qanday molekula bor edi? Albatta glyukoza. Va uni ham mana shu tarzda joylashtirib chiqishimiz kerak. Albatta uning molekulasini kichik ko'rinishda tasvirlayapman, lekin aslida u demak kattaroq qolganlardan ko'ra. Va nihoyat bizda mochevina qoldi. Mana uni ham demak tasvirlab olishimiz kerak. Demak, yashil nuqtada mochevinani belgilayapman. Endi bizda nimalar bor edi? Ya'ni birinchi galda aytib o'taylik. Ya'ni bu yerda har bir suv molekulasi ko'rib turibsiz, mana bu moddalarga tomon tortilyapti va bu yerda natriy va xlorni ular ajratib qo'yishdi. Ular avval bir-biri bilan birikkan holatda edi, lekin ular suvga tushgandan so'ng oralariga mana shu suv molekulasi joylashib, ularni bir-biridan uzoqlashtiradi va orasiga joylashib oladi. Endi mana shu yerda bir qoidani aytishimiz kerak. Osmolyarlik deganda demak har bir mana shu zarralar suv zarralari bilan demak o'zaro munosabatda bo'lishi orqali va ularni bir chiziqqa tortishi, ularga ta'sir qilishi demak mana shu osmolyarlik deyiladi. Demak shu yerda bir qisqa ta'rifni aytib o'tishimiz kerak. Demak osmolyarlik deganda mana shu zarralar suv zarralariga ta'sir ko'rsatishi. Ya'ni bir zarra mana bu suv zarrasiga ta'sir ko'rsatyapti. Mana shu demak osmolyarlik deyiladi. Demak ko'radigan bo'lsak bizda qanday zarralar bor edi? Birinchi zarra bu
Keling, mana bu demak 1 glyukozaga qo'yamiz va 2 ni mochevinaga qo'yamiz. Mana ikkinchi zarrachamiz va 3 ni demak natriyga qo'yamiz. Mana 3-zarracha va 4 ni xlorga qo'yamiz. Demak bizda suv zarralariga ta'sir ko'rsatuvchi 4 ta zarracha bor ekan. Mana bu yerda osmolyarlikni demak yozamiz. Keling, mana bu yerda yozib olaman. Osmolyarlik. Demak, nima degani holatni ko'rishimiz uchun yana qaytadan yozib chiqishimiz kerak. Demak, birinchi galda bu yerda keling mochevinani yozib olamiz va mochevina teng 1 osmol taqsim 1 litr teng bo'ladi. Demak, 1 osmolyarlik. Mana shu holatni demak qisqa qilib mana shu tarzda yozib olamiz va nihoyat bizda endi ikkinchi, ya'ni glyukoza natriy xlorni oxiriga olib qo'yamiz. Demak, glyukoza. Demak, glyukozada 3 osmol va 1 litr edi. Bu yerda chiqadi 3 osmolyarlik. Va endi nihoyat mana natriy xlorga ham navbat keldi. Birinchi galda natriyni olamiz va natriyni hisoblaganimizda endi bizda 2 natriy bor edi, ya'ni natriy xlordan o'zi 2 mol edi. Demak, biz 2 ta osmol natriyni yozamiz va 1 litr deymiz, chunki hali hajm 1 litr. Demak, bu yerda yana 2 osmolyarlik hosil bo'ladi va nihoyat xlorda ham xuddi shunday, ya'ni 2 osmol xlor bor va 1 litr bor. Bu ham demak 2 osmolyarlikka teng. Chunki biz har bir natriy xlor molekulasini biz 2 ga bo'lib oldik va ularning har birini bir qismdan, chunki bu alohida suv molekulasiga ta'sir ko'rsatadi va bu ham alohida suv molekulasiga ta'sir ko'rsata oladi. Demak, mana shu xususiyat osmolyarlik ekan. Mana bu yerda yozib olamiz. Demak, mochevina, glyukoza va nihoyat natriy xlor belgisini mana shu tariqa qo'yamiz va bu 1 deymiz, bu esa demak 3, buni esa biz shunchaki yozishimiz mumkin 2, demak ko'paytirilgan va 2 deb. Umumiy hisobda oladigan bo'lsak, ya'ni qo'shib chiqadigan bo'lsak, bu yerda 8 raqami kelib chiqadi. Ha, albatta mana bu yerda ham xuddi shunday, ya'ni umumiy. Keling, mana shu yerda umumiy osmolyarlik deb yozib o'tamiz. Osmolyarlik 8 ga demak teng ekan. Umumiy osmolyarlik demak 8 ga teng. Bu yerda ham xuddi shunday ko'rsatkich, lekin biz aniqroq bo'lishi uchun, kichik holatlarni ham ko'rishimiz uchun mikroskop ostida mana shu tariqa suvda erigan moddalarni kuzatib, aniq bir xulosani ko'rdik tajribamiz orqali.